1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan hayotga samarali tatbiq etib kelinayotgan Bor mehrimiz senga bolajon aksiyasi doirasida partiyaning Xorazm viloyat kengashi, shahar va tuman kengashlari tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalarida, oromgohlarda va tibbiyot muassasalarida madaniy ma'rifiy tadbirlar uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Xususan partiyaning Xiva tuman kengashi tashabbusi bilan viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida mazkur aksiya doirasida tashkil etilgan ma'rifiy madaniy tadbir ham yuqori darajada tashkil etildi. Tadbirga partiya faollari, Xiva tuman kengashi faollari va deputatlari, viloyat qo'g'irchoq teatri, taniqli san'atkorlar, shifoxonada davolanayotgan bolalar va ularning ota-onalari, shifokorlar, tibbiyot xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbirni partiyaning Xiva tuman kengashi raisi Shukroy Madaminova kirish so'z bilan ochib, bolajonlarni va yig'ilganlarni bayram bilan tabrikladi. Qo'g'irchoq teatri jamoasining turli qiziqarli hangomalarga boy bo'lgan hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega tomoshalari, o'yinlar tashkil etildi hamda viloyatda taniqli san'atkorlarning vatanga, farzandlarga bag'ishlangan qo'shiqlari ishtirokchilarga bayramona ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Mana bugun biz farzandim bilan shu viloyat bolalar shifoxonasida davolanmoqdamiz. Shu bolalar bayrami munosabati bilan bolalarimiz uchun Adolat partiyasi tomonidan sahnalashtirilgan teatrlar, konsert bo'lib berilmoqda. Bundan bolalarimiz xursand, ularning shodligini ko'rib, bizlar ham xursandmiz. Shudagi bizlar farzandlarimizni davolab turgan doktorlarimizga, hamshiralarimizga, hammasini xodimlarga katta rahmat. Shu tadbirni uyushtirgan insonlarga ham katta rahmat aytamiz. Bugun Adolat partiyasi viloyat kengashi hamda Xiva tuman kengashlari bilan hamkorlikda Xorazm viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida Bor mehrimiz senga bolajon shiori ostida chiroyli tadbir o'tkazilyapti. Har yil an'anaga aylangan aksiya doirasida o'tkaziladigan tadbirimiz viloyat ko'p tarmoqli shifoxona shifokorlari hamda bolalar bilan birgalikda o'tkazilyapti. Bundan bolalar juda ham xursand. Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan har yil an'anaga aylanib kelinayotgan, xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'lib kelayotgan Bor mehrimiz senga bolajon aksiyasi doirasida mana shu partiyamiz faollari tomonidan bolajonlar orasida tashkil etilayotgan mana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz juda ham bir bolalarga bayramona ko'tarinki ruh baxsh etmoqda. Bolalar uchun mana shunday tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar shu farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, sadoqat ruhida tarbiyalashda munosib xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, partiyamiz faollari tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar bemor bolajonlarni sog'lom va baquvvat bo'lib voyaga yetishida ahamiyatlidir.